Mana valla. Tishini ko'ryapsiz, tishi bo'ladi buni ham. Vau, vashi mayda-yu bu. Qanday eplasa bo'ladi buni? Xudo xolasa. Faqat apparatni hozir maqta o'rganimiz bilan minus tomonini aytib o'tmasak, ertaga muammo chiqadi. Bu yoqni aytmagansan, biz mahsulotni mana reklamasida faqat plyus tomonini maqtamadik, minus tomonini ham aytib o'tyapmiz. Bu tevaga otyapti, qo'y. Tevaga otyapti, yana qaytib tushyapti. Tevaga otyapti, qaytib tushyapti. Shu jarayonda aralashyapti, Farhodjon. Endi otsa otmasmikin, Ya, otsa otadi. Mana, ko'rdingizmi? Xitoylik akalarimiz yasalmagan ixtironi namanganlik ixtirochi akamiz yasaganiga qoyilmisiz? Bu ixtiromiz nima degan obunachilarimizga, chorvador akalarimiz uchun ajoyib maxsus yangilik. Qo'ylarimiz, mollarimiz semirmayotgan bo'lsa, bergan dom mahsulotlaringizni butunlicha orqasidan o'tkazib yuborayotgan bo'lsa, buni yechimi topildi. Videoda oxirigacha ko'rasiz, sizlarga to'g'riroq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Akalar, Xitoydan emas, o'zimizni ixtirochi akalarimiz, namanganlik ixtirochi akalar uchun bitta lak bosasiz. Endi muammo yechildi. Bittadan lak sizlar uchun ajoyib video. Sizlar ko'p kutirmaymiz. Video syomkalarimizni boshladik. Mana shu ixtironi obzor qilish uchun ataylab biz Namanganda Tepa qo'rg'oniga kelganmiz. Akalar, like'ni bosinglar, biz video syomkalarimizni boshladik. Sizlarga aytgan ixtiroyimiz mana shu bo'ladi. Akalar, ichiga solingan chorvador akalarimiz foydalanadigan oddiygina arpa. Mana shu arpani hozir pokko'rim qilib beradi. Mana shu stanogimiz. Keling hozir buni ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz. Birinchi chiqarish holatini ko'rsataylik, undan keyin necha tonna chiqaradi, hamma ma'lumotini beramiz. Ixtiroga bittadan like. Boshladik bo'lmasa. Mana mahsulotimiz. Mana sizlarga qaysi holatda chiqqan varianti akalar. Kim yasadi deysizlarmi? O'sha mashhur Doniyor akamiz yana sizlarga yangilik bilan. Doniyor aka. Assalomu alaykum Farhodjon. Umringiz uzoq bo'lsin. Tinmaysiz aka. Xudo xolasa, yangiliklarda to'xtaganimiz yo'q. Yanada takomillashtirdik apparatni Farhodjon. Ko'rib turganingizdek, mol hazm qiladimi, qo'y hazm qiladimi, ot hazm qiladimi degan savol javob bo'lmasligi uchun mol ham, qo'y ham, ot ham oldim, hammasida sinovini o'tkazdim. Molda ham sinadingiz, otda ham hammasida sinadingiz. Molda sinov qilingan. Endi bu ezilganlik darajasini ko'ryapsiz-ku. Xudo xolasa hazm qilaveradi. Bu chiroyli chiqish uchun, sifat zo'r chiqish uchun namlangan varianti. Sotuvga tayyorlansa, sotuvga tayyorlansa. Lekin arpani namlamasa ham zo'r chiqaveradi. Hozir bitta quruq variantida chiqazib beramiz. Farqini o'zingiz ko'rib, solishtirib baho berasiz. Mana bu namlangan holatda arpani quruqidan solingda ozgina. Hozir quruqdan solingda Farhodjon, mana bitta qop arpa. To'kil arpani. Bir yo'l eksperiment qilamiz. Sekundamer qo'yasiz. Mana. Sekundamer qo'yib, bitta sekundamer qo'yib beringlar. Bir qop arpani necha sekund ichida chiqarib olish. Akalar, Xitoy ham yasalmayapti. Bu stanogimizni Xitoy ham yasalgan yo'q hali. Xitoy yasada anaqa maydalab beryapti u Xitoy. Sindirib tashlayapti. Ko'pchilik aytishdi, aloqaga chiqishdi. Shunaqa tappak chiqazib bermayapti deb, Xudo xolasa. Uni drabilkamiz ham chiqaradi. Drabilka ham chiqazaveradi uni. Sekundamer qo'ysiz. Sekundamer qo'yildi. Apparat yo'qasa, 1 2 3 ket. Palak berganda 7 sekundamer.
Farhojon tezlik nima deyapti tezlik? Bunaqa oqib tushyapti, bunaqa. Oqib boryapti, qarang. Endi bu yoqdan tushishini qarang buni. Charcharak boryapti, charcharak qilib. Bir minutda 50 kilo. Bir qop. Bir qop. Niagara sharshirasidan buncha suv tushmaydi, Farhodjon. Akalar, Chang yo'q, eng muhimi Farhodjon. Doniyor aka. Hazm, molam, qo'yam, otam. Endi aslida bu quruq chiqarilganda qo'yga, otga, mana g'oz, o'rdaklarga mana effekti zo'r buni. Sifat bo'lsin, sotuvga deysa, mana shunaqa namlab qo'ysa, avstraliya kashaga o'xshab tappay-tappay chiqaveradi. Lekin mana qarang, yorma holatda chiroyli chiqazib berdi. Tezlik masalan soatiga hozir 3 tonna deganda Farhodjon. Soatiga 3 tonna. Ha, soatiga mashq holatda 3 tonna chiqazyapti. Masalan, yemxonam bor o'zimni ham. Aha. Shunaqa pul qilaman degan joylarga zo'r. Akalar, hali O'zbekistonda hech qaysi usta yasalgani yo'q, hech qaysi Xitoy ham 2 yildan beri yasalgani yo'q. Bu frushulkamiz. Xudo xolasa men ham bugun zakaz berdim. Otlarimni mana shunda boqaman. Doniyor akam o'zlari tavsiya qildilar. Farhodjon, otingizni bu yil mana shunda boqib chiqqan otlaringizni keyin rahmatini aytasiz dedilar. Bo'ldi aka dedim. Bugun zakaz berdik. Inshaalloh o'sha boqayotgan jarayonlarimizni ham video qilib qo'yamiz. Xudo xolasa. Effektini. Men o'zim erinmasdan otimni go'ngini tekshirdimda Farhodjon. Umuman o'tmas ekan. Chaqilganini yesa, men usta po'stlog'i o'tar ekan. Aha. Po'stlog'i o'tdi, lekin don o'tmas ekan. Lekin butun yesa Farhodjon uvol bo'lib ketar ekan. Ko'p otxonalarda borib ko'rdim. Endi qimmat ot deb turib yoniga to'kib qo'yishyapti. Yarmini yerga to'kib yurar ekan, ani kavush qaytarmas ekan. Ot berganda, bu yoqqa qaraganda to'kib yurar. Loblab yeydi-da. Ha. Go'ngidan 30-40% o'tib ketib qolar ekan. Doniyor aka, hozir arpani chiqarishini ko'rdik. Bu bug'doyni ham, makkani ham chiqaradimi yo chiqarmaydimi? Endi hozir Makkadan biz san'at asari qilib beramiz Farhodjon. Makkadan. Ha, Makkadan. Keyin yana bitta narsani so'rab olay. Hozir mana bu stanok menga kattalik qiladi. Chunki meni 4 dona otim bor xolos. To'g'risida yemda turgan. Unga kattalik qiladi. U uy sharoitidagilarga razmerlari katta kichiklari bormi? 5 xil varianti bor. Eng kichkinasi mana, kichkina xo'jaliklarga 220 ga ham chiqaradi. 220 da ishlaydi. Bundan kattarog'i mana. Endi bu yog'i 3 fazalilar boshlanadi. Bundan kattaroq, bundan kattarog'i bu eng kattasi bu. Hozir eng kattasida chiqardik. Endi soqqa qilaman degan odamga masalan 1 kilosiga 400 so'm, 500 so'mda ustiga qo'yish masalan. Butun arpa 4000 bo'lsa, chiqarilgani 4500, 5000. 4500, 4400 so'm. 4500. Ha, 1 soatda 3 tonna chiqazyaptimi? Endi hisoblashaveradi. Yaxshi ekan, yaxshi pul hisob 500 so'mdan qolsa, boring optimga 300 so'mni o'tkazsa ham normalniy pul qilsa bo'ladi Farhodjon. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Makkadan san'at asarini ko'rsatamizmi? Ha, endi Makkadan to'kiladi bolalar. Akalar to'g'rirog'i namlangan bo'lish kerak. Makka namlangan bo'lishi sabab Makka sinib ketadi. Bug'doy Makkani qobig'i yo'q arpaga. 7 soat uy turilish kerak aka. Bitta qopiga Farhodjon. 2 chelak, 3 chelak suv quyib qo'yib, 4-5 soat tursa bo'ldi. Men aytmoqchimanki, shuni suvga botirib qo'yib, bir qopda olib chiqarsa. Yoki bitta idish qilib turib, biz shunaqa qilamiz. Ha deb suv quyib, suv uvol qilganda bitta bochka qilib qo'yganmiz. Vannaga yutib qo'yib, aynaqa. Bitta pishamiz, olib qo'yamiz. Bitta pishamiz, olib qo'yamiz. Tayyor. Ham tez. Endi Makka solindi. Makka Farhodjon. Mana. Hop, bu yerga nimadir qo'yamizmi, aralashib ketaversinmi? Qo'yga yem tayyorlayveramizmi? Ha, bo'ldi. O'zimiz qo'yamiz, yem tayyorlayveramiz. Ana bo'lmasa. Ketdi.
Ha, bu yerda namlashda xatolik bo'lgan. Bolalar ko'p namlayapti. Ya'ni buni 2 kun oldin o'tib qo'yishgan ekanda. Ha. 2 kun oldin o'tib qo'yishgan hisobiga juda namli ko'payib ketgan hisobiga o'ta pachoqlanib ketdi. Lekin asli yaxshi hayvonga, hazm bo'lishiga-yu, yemxonaga sotganimiz chiroyli chiqish uchun shu 4-5 soat yetadi. Zo'r sifat chiroyli chiqadi. Bu achib qolmaydi-da. Haligi namli ko'paysa buni quritishga ko'p vaqt ketib qoladi. Ha. O'sha men aytgandek shu 4-5 soat uyiydigan bo'lsa, namlilik darajasi ham zo'r bo'ladi. Birpasda quriydi. Sotishga oson. Lekin Donor aka yana bir narsa amin bo'ldimki, hozir arpa chiqardik-ku. Ushlaganimda unaqangi issiq bo'lmadi, lekin mana makkani chiqarganda issiq tushdi-da. Aytyapman, namligi o'ta yuqori bo'lib ketibdi, lekin mana qarang, shuni ezib qo'ygan, tap-tap qilib, ana bo'lmasa. Hazm bo'lishi ham chiqarmaydi, orqasidan chiqarmaydi. Xudo xolasa, bu yil sezonga soya, makka, bug'doy, arpa vash yoraveramiz tayyorlash. Boqamizmi? Ha, xudo xolasa chiroyli boqamiz. Inshaalloh. Mana, ko'rib turganingizdek, makkani shuni tap-tap qo'y. Endi bug'doydan solinglar-da. Bug'doyni ham chiqarib ko'rsatamiz. Makkada ko'rdingiz, nagruzka sal ko'proq. Donor aka bir savol keldi-da. Hozir bu eng katta varianti-yu. Buni 220 degilar ham mana shunaqangi sifatli qilib chiqariladimi? Sifatli farq qiladi. Ko'rsatamiz uni ham. Bo'ldi. Chiroyli ishlab ish chiqazib beradi mana. Bu bug'doy namlangani. Sabab namlanmasa Farhodjon ko'p to'kib yubordinglar-da. Ha mayli, bitta qop ketaversin. Hop. Mana bitta qop to'kishdi. Bo'ldi, yoqamiz apparat, tortib turasizlar bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bug'doy bilan arpada bunaqa apparatga nagruzik kelmadi-da. Makkada nagruzik ko'proq. Qiyin hisob. To'ldirib chiqaryapti-yu. Qo'yam bolam maza qiladi-yu. Farhodjon, vaqti maza qiladi. Chaynab o'tirmaydi-da, chaynab beryapti tayyor qilib. Yutib bersa bo'ldi. Mana makka. Mana bug'doy. Endi Farhodjon, mana chiqmay qolyapti chiqarishda. Chiqqan mahsulot. Endi bundan ham tapayroq bo'lsin deysiz, bir 3 soat qo'yib tashlab yuboringda qaytarib. Bug'doy o'zidan. Tepasida bug'doydan. Ko'rinsin-da aniq nimaligi. Bug'doy tashlang. 3 soat qo'yib tashlab yuboring shu tepasidan. Ikkita makka ham aralashdi. Makka ham qo'yib. Sal tepasi bor. Sal teparoqda. Ha, bo'ldi. Yoqib yuboring apparatni. Mana farqini ko'rdingizda Farhodjon? Taparoqroq chiqyapti-da bu. Ha, yanada tapa qilib chiqarildi. Nima sabab bu? Yo'q, ikkinchi marta o'tdi-da valdan. Ha, ikkinchidan o'tgan hisobiga yanada yaxshiroq qisdi. Yana ham lapay bordi. Kimdir masalan, yo'q, bundan ham lapay deyishsa imkoniyati bor. Bundan ham lapay. Yoki
chiqarilish jarayonida 3 tonna emas, 2 tonna chiqazamiz deb sekinroq ochib qo'yilsa, padachani kamroq qilib tappay chiqazaveradi. Tashlashda ham farqi bor. Padachiga ham bog'liq. Mashalloh. Hop, mana chiqqan natija makka bug'doy arpani Buni qo'y mol boqqanlar biladi. Mana shu yemni qo'ylaringizga bersangiz, nima deydi? Bundan Farhodjon chigit chaqsa ham bo'ladi. Chigitni ham. Chigit esdan chiqib qolibdi, o'pgan soyadon, masalan, supurgidon. Farqi yo'q. Dukkakli mahsulotlarni hammasini chaqib. Don mahsulotlarini hammasini. Endi bu yoqda mana 220 liga bizga katta deyishadigan bo'lsa, 220 da ham oddiyroq, arzonroq variantlari bor. Bu eng kichkinasi apparatimizni. Arpa bu? Bu ham arpa. Namlangan arpa ekan. Namlangan arpa Farhodjon. Apparat ishlash boshqa. Do'stim mana bizning zakasimiz. Kampayli bo'ladimi, kamaytiraymi? Yezilik darajasi bo'ladimi? Mana, Farhodjon. Mana hozir padachani kamroq beraman, farqini qarang. Ko'proq qancha? Ko'rdingizmi farqini? Bor aka, hozir padachani qisdingiz-ku, don sekinroq tushdi-ku. O'shanda qanchalik sekinlashtirsangiz ichidan issiq tushyapti. Val ko'proq qisadi-da. Mana Farhodjon farqi ko'rindi-yu, boya tezroq chiqadi, lekin qo'y, ot, mol ham hazm qilaveradi mashina ham. Donar aka, yana bir savol bor-da aka. Ana bug'doy bor-ku, bug'doyni otga berib bo'lmaydi. Chunki ichida unib qoladi-da, otni o'ldiradi. Buni ot boqqan akalarimiz ham bilishadi, endi anaqa yorma qilib berib, anaqa boqib ham ko'rishadi-da. O'shunga aytmoqchimanki, bug'doyni mana shu holatda chiqarib otga beradigan bo'lsa, ichida unmaydimi? Endi uni ham bilmayman. Unmasligi lekin aniq. Chunki maydalab chiqaryapti deyman-da, uni o'ldiryapti deyman-da. Farhodjon, mana tappaylik darajasi u mol ham bemalol hazm qiladi-da. Unishga undirmaydi. Unaqa unmaydi. Keyin men Toshkentda ko'rdim, bug'doy pishirib berishar ekan murdoq otlarga. Pishirib beriladi, to'g'ri. Pishirib bersa, endi uloqchi otlarga. Lekin pishirib bergandan bu ham oson, ham qulay-da. Kaloriyasi ham kuchli bo'ladi deyman. Shunaqa. Endi buni kuchlirog'i bor Farhodjon. Bundan kuchliroq. Akalar, bunga ham hamma variantini ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa, bu ixtiroimiz yoqqan bosishni unutmaysizlar do'stlar. Donar aka, Farhodjon, bu ham 220 da ishlaydi. Bu ham 220 da. Bu ham hozir arpa turibdi bunda. Arpa turibdi. Ikkalasining farqi valini razmerida, materialida. Ikkalasi farq qiladi. Bu temir trubadan qilingan, buni vali oq chugundan. Qimmatroq. Qimmatroq bo'ladi. Gabariti ham katta kichik farq qilyapti-yu. Hozir ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz. Tonnasidan farq qilsa kerak chiqarishida. Farq bo'ladi. Kilosida deyman, ko'proq chiqarsa kerak. Ko'proq chiqazadi. Sifati ham boshqacharoq.
kerak Doniyor aka? Tezroq chiqazadi, chunki valning razmeri ham katta. Vali ham baquvvatroq buni. Endi hozir bunda makka chiqazib ko'ramiz. Makkadan ham beringlar bunga. Makkani ham pochko'rim qilib yuborsa Ha, kerak. makkani ham. Quruqmi, ho'lmi bu? Namlangan Farhodjon. Namlangan. Ha. Bo'ladi. Ko'p vaqt cho'zmaylik. Farhodjon, chiqqanini ko'rdingiz mana, tappali darajalari. Makkani shuni yoyib qo'yapti-da, dazmol qilib. Pochko'rim. No. Maza ko'radi, mol ham qo'yam, otam. Mehnatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammasi ishi bir xil Farhodjon. Ishi bir xil, tezligida farq qilishi mumkin. Ob'yomga qarab, chorvasiga qarab. Makka chiqazadi bundagilar, lekin bitta minus tomoni Makka valdi tezroq yeydi. Ha. Arpa bilan bug'doyga nisbatan Makka valdi tezroq yeydi. Xitoyda damini bergan ixtirochi bor. Yashang Doniyor aka. Xo'p, Farhodjon, mana apparatlarning ishini ko'rsatdik. Maqtovini hamma yoqni aytib bo'ldik. Endi plyus, minuslarini ham aytib o'tamiz. Aha. Endi ko'rib turganingizdek, xalosda ishlab turganda ortiqcha umuman shovqin yo'q. Don chaqish jarayonida shovqin bor. Ozmos. Ha, shovqin bor. Apparatning minus tomoni. Endi yana bitta tomoni bu vechniy emasda, masalan, butun nomerli emas, vali. Drabilkani pichog'ini o'tkirlagan kabi, bu ham masalan qachondir o'tmas bo'lib qolsa, donni yaxshi tortmay qoladi. Makkani, bug'doy arpaga uncha ta'sir qilmaydi-yu, makkani yaxshi tortmay qoladi. O'sha holatda chiziladi. Endi qanaqa chiziladi, qanaqa ishlatiladi desa, bir ko'rsatib o'tamiz bolalar tayyorlayotgan holatini. Hozir bitta ko'rsatsa bo'ladimi? Ha, ko'rsatamiz. O bolalar kakra stanokda val turdi boya. Hozir chizyaptimi yo'q bilmayman. Endi hamma har xil ko'rinish chizadi. Kimdirlar spesialni chizadigan stanogi bor. Aha. Biz o'zimiz moslama qilib olganmiz. Bu yoqda mana valda bu yoqda bolalar tayyorlayapti Farhodjon. Mana vali. Tishini ko'ryapsiz, tishi bo'ladi buni ham. Vau, vashi mayda-yu bu. Qanday eplasa bo'ladi buni? Mana shu chizadi bolalar mana shu yerda o'zlari. Mana hozir stanokda turibdi. Mana shu holatda ishlatib apparatni chizib yurgizamizda. Demak, ochilish. 2 yilda bir o'tkirlab bersa bo'ldi ekan. O'sha Yo'q, endi Farhodjon ishlatishga qarab. Ha, ular ishlatishga qarab. Ha, qaysilari 30-40 tonnada mana oq chugullar ishlatilish darajasiga qarab bir xil payt 150-200 tonnagacha tappali darajasiga qarab val bir-biriga ishqalanib qolsa birpasda yilib ham ketadi. Ha. Shu valni bir-biriga ishqalab qo'ymaslik kerak. Quruq makkani ko'p chiqarmaslik kerak. Quruq makka qancha ko'p chiqsa tez yeydi valni. Ishlatilish qonun qoidasiga ham amal qilinadigan bo'lsa, apparat yaxshi xizmat qiladi. Xudo xolasa. Faqat apparatni hozir maqta o'rganimiz bilan minus tomonini aytib o'tmasak, ertaga muammo chiqadi. Bu yoqni aytmagansan, biz mahsulotni mana reklamasida faqat plyus tomonini maqtamadik, minus tomonini ham aytib o'tyapmiz. Hamma apparatda aytaman doim minus tomonlarini. Bu apparatda ham shunaqa minus tomoni bor. Doniyor aka, ixtirolarimizni, stanoklarimizni ma'lumotlarni berdik-ku, narxini tanishtirmadik. Yo'q, narxini aytmabmiz Farhodjon. Narxini aytmadik. Xo'p, Farhodjon narxlari. Xo'p. Bu apparatimiz kichkina xo'jalik bobi 4,5 million qilib beramiz. 4,5 million Ha, so'm. temir turbadan val qilingan. Kichkina xo'jalik bemalol eplab beraveradi. Bug'doy makka zo'r chiqaveradi. Bug'doy arpani zo'r chiqaveradi. Makkani ko'p chiqarilsa tez o'tmas bo'lib qoladi pichog'i. Bu oq chugundan qilingan to'laval, qattiq metal. Bunga nisbatan ancha qattiq bardoshli bo'ladi. 6 million qilib beramiz bunisini. 6 million so'm. Ha. Bunisi 6 million. Bu 6 million so'm.
Motori alyuminli bo'ladi uni. Buni motori misli bo'ladi. Xo'p, endi bu 4 kW motor qo'yilgan, 3 fazada ishlaydi. Mini fermalarga, kichkinaroq yemxonalarga qilib beryapmiz. Soatiga 200 kilodan 500-600 kilogacha chaqib beradi bu ham. Bunisi. 8 million so'm qilib beramiz. Bundan kattarog'i mana normal bitta fermani yoki yemxonani bemalol ta'minlab beradi. Hop. 14 million qilib beramiz. Bunisi 14 million. 1 tonnagacha chiqazadi bu. 1 tonnaga. Ko'proq ham chiqazadi, qisilish darajasiga qarab. Eng kattasi men o'zim yemxonamda ishlayapti. O'zlari ko'rishdi. 1 tonna, 3 tonna chiqazdi soatiga. 3 tonna. 2 tonnasini olish. Minutiga 100 kiloda. Bir qopini 50 kilo. 50 kilo. 1 minut 50 kilo bo'ladi. 3 tonna bo'lsa 1 soatda 2 tonnasini olsin. O'zlari ham charchab qolmaydi. Bu ham apparat ham qiynalmaydi. Xohlasa Farhodjon, chiqayotgan mahsulotni shinakli qilib beraman. O'zim yemxonamda video qo'ydim. Shinakka tashlanadi, shinak mayda bunga tashlaydi, maydalab. Masalan, sekillab qolmanda sapko'da tortib turmasin, cho'zilmasin deysa, yo'qdan shinak moslab beraman. 3 metr, 4 metr qilib olib borib bu yoqqa tashaveradi. Masalan, zapas qolasa qopga tashlab beradi. Masalan, bu yoqqa bug'doyni yana shinak urib qo'yib, yo'qdan arpa, makka qilib joyi moslasizda, masalan. Xohlasa, bunga ham shinak tashlaydigan qilib shinakli qilib beraveramiz. Ana o'sha shinak ko'ryapsiz, mana har xil turda shinaklarimiz bor. Hozir qaranglar. Shinak bilan moslab ham beraveramiz. Hozir keladida akalar aravachada makka bug'doyingizni bunga to'kasiz. Bu boradida olib borib stanokka tashlaydi. Stanok o'zi maydalaydi-da, chiqqan mahsulotni yana shinak orqali olib borib omborga to'kib beradi. Mini liniya bo'ladi-da. Mini liniya. Hop, endi buni narxi Farhodjon, bu eng kattasi. Motor 7,5 kW bo'ladi. 3 fazada ishlaydi bu ham. 20 million qilib beramiz. 20 million so'm. 20 million. Endi kimdir qimmat deyishi mumkin. Nega hisoblab ko'rsin, soatiga 2 tonna chiqazyapti Farhodjon. Bir kunda o'rtacha 5 tonna masalan savdo yaxshi joy bo'ladigan bo'lsa, 5 tonna 10 tonna sotilib ketadi-da. 5 tonna sotilsa 400 so'mdan bo'lsa ham 2 millionda foydasi. Kuniga 2 million daromad qilsa bo'ladi. 10 kunda masalan pochta apparat o'zini oqlaydi. Barakasi. Bir oyda oqlasin, Alloh barakasini bersin. Endi masalan bir 120 tonna chiqazgandan keyin val chizdirgan hech kim qorni og'rimaydi-da masalan. Chunki hamma narsa butun umr xizmat qilmaydi-da. Men ishlab chiqarish bo'lgandan keyin hamma narsa ishlagandan keyin hamma apparat ham remont talab bo'ladi. Remont qilishadi. Yog'ini vaqtida podchimniklarni yog'lab turiladi. Eng asosiy bunda muammo bir-biriga val ishqalanib qolmasa bo'ldi. Bir-biriga ishqab qo'ysa quruq ishqalanib qolsa, bunda muammo yuzaga keladi. Ana bo'lmasa. Endi Farhodjon davomi bor. Buni ham davomi bor. Hozir zo'r narsa yasadik. Uyda kaptar bo'lmadi. Xo'sh, qo'lda alim yem aralashtirib o'g'lim dada qiynalib ketyapmiz, bochkada bir narsa moslaydi dedi. Mana shunaqa moslama qildik. Bu kaptarlar uchun. Tovuq yem, qo'y yem, mol yem, kichkina xo'jaliklarga masalan Keto'ra, mini. sapko'ga olib, tinmasdan mana sapko'ni aralashtirish ham oson emas-da, Farhodjon. Mana shu narsani hozir aralashtirgani beli og'rib ketadi, qo'li og'rib ketadi. Shunaqa narsaga bunga solib qo'yasiz. O'zi aralashtirib beraveradi. O'zi aralashtirib beraveradi. Ko'rsataylikmi buni? Bitta ko'rsatib beraylik buni. Qayerdan solamiz? Mana olib kelasiz. Mana yem solib qo'yamiz hozir bu yerga. Hozir Farhodjon olib kelib yemni to'kinglar-da bolalar. O'shandan, bittada aralashtirib ko'rsatib beramiz. Qopmi bir narsa qopga solinglar, to'kib. Akalar, hozirga chiqargan mahsulotlarimiz endi masalan Farhodjon qo'yga yo molga tayyorlasa kepak, bochkadan yasalgan akalar bu. Kepak, makka, bug'doy un, qotgan non, endi kim nima qo'shsa-da, kunjarasini qo'shishadi. Hop. Hammasini qo'shib bo'lgandan keyin mana apparat tokka ulandi. Apparatni yoqib qo'yamiz. Yoqib qo'yganingizdan keyin bitta ochib ko'rsataymi? Farhodjon, otyapti hozir aralashtirib. Ochib bo'lmas ekan hozir. Sekinlashtirib ko'rsatib beramiz. Ishlash ketdi, jarayon ketdi. Xullas, pastidan yem olib tepaga otaveradi o'zi. Pastdan tepaga otib boshlaydi. Tepaga otadi, mahsulot chiqib urilib yana qaytib tushaveradi, bu yana olib chiqaveradi, xuddi shu aralashtiradi. Aralashtirib beradi. Mana shovqin yo'q. Bitta xo'jalikka zo'rda Farhodjon. Hozir necha yuz kilo aralashtiradi? 100 kilo, 120 kilo bemalol. Ikkita qopda endi. Ikkita qop. Bitta xo'jalikka yetadi Farhodjon. Qanchada tayyorlab bo'ladi? Necha minutda? 5 minut, 6 minut vaqt ketadi. Mana akalar 5 minutda ichida ikkita qopni o'zi aralashtirib tayyor qilib qo'yadi. Aralash bo'ldi Farhodjon pasti. Qatdan chiqaramiz?
Bu yoqda ham qoplab olishsa bo'ladi. Aha, qopga olsa bo'ladi. Ha, qopga. Mana. Xohlasa, Bir xil qilib aralashtiribdi-yu mana. ha, bir xilda Farhodjon. Xohlasa, tagini bu tepani yopib turib, tagida qolgan qutganni ham olsa bo'laveradi bu yoqda. Ya'ni ichida yem qolib ketmaydi. Oxirigacha. Ha, oxirigacha mana. Ochib qo'yamiz. Yem to'kilyapti Farhodjon. Bir xilda qilib aralashtirdi akalar. Uy sharoitiga zo'r ekan, lekin Shovqin bo'lmaydi, changimaydi, bel og'rimaydi. Bitta kichkina xo'jalikka zo'r bo'ladi. 220 da ishlaydi. Xohlasa 500 kilo, 1 tonna, 2 tonnaligini ham qilib beraveramiz. ovozi yo'qmish akalar. Faqat Voy. donli mahsulotlarga Farhodjon. Ha, Faqat donli mahsulotga. kunjara, granula, kepak, makkon, bug'doy un yoki bunda biznes qilsa ham bo'ladi Farhodjon. Tovuq yem tayyorlab sotsa bo'ladi, kaptarga yem tayyorlab sotsa bo'ladi uy sharoitida. Bunga yog' qo'shsa ham bo'ladi-da, yog'ni ham zo'r aralashtiradi yem bilan. Ha. Tovuq yemlarga yog' qo'shiladi-yu. Don mahsulotini qiziqtirmaydi. Xohlagani bor, kech chiqarib beraveradi. Azim sal tortib olgin-da bu yo'g'i. Hazilakam yem chiqmadi buning ichidan ham Farhodjon. Yo'q. Bu yoqdan ham oq qo'ysak mana, bu yoqdan ham tushaveradi. Tagida ham qolib ketmaydi-da. Buni oyog'ini sal balandroq qilib qo'ysa, tagiga qiyin bo'lmasa kana. Ha, xohlasa endi baland pastini moslab olsa bo'laveradi. Regulovkasi bor. Shunaqa. Shtaraylar akalar tushdi. U tevaga otyapti, qo'y. Tevaga otyapti, yana qaytib tushyapti. Tevaga otyapti, qaytib Shunaqa, tushyapti. shu jarayonda aralashyapti Farhodjon. Endi otsa otmasmikin, yo Ya, chachadi. otadi. Mana. Oo, Ko'rdingizmi? Shu tepaga otib aralashtiradi. Shuni hisobiga bir xilda zo'r aralashadi. Ha, pashni tugadi ichida Farhodjon. Lekin hazilga ham yem chiqmadi-da bu yerda qarang. Hozir mana bunga chiqarmayda chiqargan yarim yemimizni deylik bir qopda, hozir bir qopdan ko'pda bitta. Shunaqa. Xonar aka, buni narxi nechi pul? Buni narxini kilosiga qarab kelishtirib qilib beramiz Farhodjon. Kilosiga qarab? Ha, o'zimga tayyorladim buni. Ha, o'zingiz uchun bu. Ha, bu o'zimga tayyorladim. Va zakaz berishsa, yasab Ha, beraverasiz. eng kichkinasi mana shu holatdan 2 tonnagacha bo'ladi. Atela kaptarlar uchun yasadingiz. Ha, kaptarlarga elitalari bor. Qaranglar akalar, Ya, bular kaptar. uchmala Farhodjon. Ha, 140 dan mazim? Ha, 140 dan 150 ta uchiramiz bu yerda. 140 ta, 150 ta kaptar osmonda uchsa boshqacha bo'lsa kerak. Endi eski zot haqiqiy zo'rlari bir 200 tacha bor. Uni boshqa joyda boqaman delni. Haqiqiy eski quruq Namangan zotlar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. O'shanga mana o'zimiz uchun Qush uchun addeni ha, yasalgan. mehnatni osonlashtirish uchun ko'rib turganingizdek mana bir xilda aralashtirib berdi. Bel og'rimaydi, changimaydi, yo bir narsa bo'lmaydi, tayyor qoplab zapas qilib olib qo'yishaveradi. Kam bo'lmaydi. Akalar zakaz beraman deydiganlar nomerlarini qoldirganmiz. Drabilkalar desiz, drabilkani ho'l, quruq tanlamaydigan eng liderlari. Hali bo'lar bo'lmas bachkana 800 ta tosh qo'shib, aynaqa charxlarini qo'shib tillo chiqaradi deydiganlardan emas. Molingizni, qo'yingizni bemalol yemini ulgutib beradigan universallardan. O'zim ham menga qaysi biridan berdi dolar aka? Sizga Malibu turbodan berdik-da Farhodjon. Malibu turbodan olib ketdim o'zim. Menga 3 kilovatlik 3000 oborot. Xo'jalikka eng mo'shli suyular 150 ta qo'yi bor xo'jalikka zo'r. mana shunda mashinasidan berdilar menga, lekin ishlash dahshat. Xo'sh, bu narsa chiqarib Kam bo'lmang. Umringizdan baraka toping. Hozir bularni keyingi videolarimizda ishlab ko'rsatamiz akalar. Bugungi videomizda mana shu ixtirolarimizni ko'rsatdik. Manzil qayerda degan obunachilarimizga manzilimiz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on tumani. Yo'q, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Tepaqo'rg'on qishlog'i. Ha, vulqon sotuv bo'llarimiz yo'llarda bor Farhodjon. O'zbekiston bo'yicha qayerda vulqon apparat sotilayotgan bo'lsa, doim aytaman, narximiz bilan bir xil. Joningiz sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsa. Qayerda bo'lsa, Xudo xolasa Farg'onaga ham bir filial qilmoqchimiz. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, mana shu vulqonni tez kunda filialini inshaalloh yem sexi bilan hamda stanoklarning sexini qilmoqchimiz. Xudo xolasa. Tanjoningiz sog' bo'lsin, kam bo'lmang aka. Rahmat Farhodjon. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.